dizayn qilayotganimizda bizga shrift kerak bo'ladi. Shrift topishni hozir ko'ramiz birinchi. Masalan, biron bir shrift nomini bilamiz biz. O'sha topishda sketch qilishlarni ko'ramiz hozir. Google font yozsanglar birinchi chiqadi. Unda har xil shriftlar bor mana shu saytda. O'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bitta o'sha yozib qaysi shrift o'zingizga yoqsa, shu yerdan sketch qilib olsa bo'ladi. Hozir sketch qilishni ko'rsataman. Robotni bosamiz mesela ustiga. Bosganimizda tepada download family bor. O'shaning ustiga bosganimizda bizda zip faylda sketch bo'ladi. Zip faylda bo'ldi. Mana tushdi robot. Endi buni zipdan chiqarish uchun hammada mana bu birinchi videoni ko'rgan bo'lsanglar, WinRARda sketch qildik-ku. WinRAR programmasini. O'sha ziplarni ochib beradi bizga. 64 bitligini sketch qilamiz. O'sha sketch qilgan bo'lsanglar, mishkani o'ng olsanglar, extract robot bor. Mana shuni zipdan holatdan chiqarib beradi tezda. Ichiga kirib o'tirmaysizlar. Oldi bizda mana litsenziyasi bor. Litsenziya o'sha shriftlar haqida ma'lumot berilgan ona masala bor. Zipdan chiqarish shunaqa. Buni ustanovka qilish uchun shu общий belgilaysizlar. Mishkani o'ng bossanglar, установить для всех пользователей. O'shani qilsanglar bo'ladi yoki tepasi uстановить qilsanglar bo'ladi. Menda roboti shrift bo'lganligi uchun yana qaytadan o'rnatish bo'ladimi debdi. Farqi yo'q. Yuqorida hammasini qilib daq boraman. Qaytadan o'sha shriftlarni o'rnatib berasiz. Sizlarda agar roboti yo'q bo'lsa, o'sha shrift bunaqa chiqmasdan, отказ qilmasdan uстановка qilib berasiz. Uстановка qilish shunaqa. Zipdan ochamiz. Zipdan chiqarish keyin hammasini общий belgilab olib, uстановить bossak va masalan Photoshopda ham o'sha shrift tushadi. Agar ikkinchi dasturimiz Illustrator bo'lsa ham o'sha shrift tushadi, CorelDRAW'da ham o'sha shriftlar. Bitta общий hammasiga tushadi o'sha shrift. Alohida dasturlarga shrift o'rnatish shart emas. Общий Windowsga o'rnatib beramiz. Xo'sh, hamma dasturlar uchun. Bu shrift o'rnatish shunaqa edi. Shriftlarni topishni ham hali ko'ramiz. Birinchi mana kirib oldik. O'tgan darsda shu create name bor. O'sha o'zimizga kerak razmerda ochib olamiz buni ustida. Mana open'da o'sha rабочий stolda o'zimiz fayllarimizdagi PSD fayllarni, Photoshop fayllarni yoki o'zimizga JPEG fayllarni ochib olsak bo'ladi. Biron bir razmer ochib olamiz. Ctrl N da bossanglar, mana klavish tugmasiga tomon Ctrl N da bossanglar, mana bunaqa o'zimizga razmer ochilgan pulimiz chiqadi. Create joyimiz. Photoshop kirdi, reski bosib o'tirmasa Ctrl N da bosib o'zimizga fayllar tanlab ketsak bo'ladi. Razmer ochdim. 2160 ga 2160. 150 resolutionda. Hamma ocha olasiz shuni. Mana shu resolutionlar berishlardan, raqamlar yozishlarni. Bu Turbice 2160 Instagram uchun. Farqi yo'q. Tushiradi. Turbice razmerni olsak, Instagramga qanaqa dizayn qilsak ham tushiradi. Qanaqa razmerlar qilishda Instagram uchun, Telegram uchun, video cover uchun o'sha razmerlarni vazifa bajarganingizda bilib ketasizlar. Prosta shu razmerni ochinglar. Buni ochmagan ma'qul. Bo'ldimi? Ochmamiz? Create bosamiz. Ochildi bizda. Xo'p. Endi biz o'tgan dars remove tool'larni ko'rdik, belgilashlarni ko'rdik, shakllarni ko'rdik. Pen tool'lar. Mana shu. Endi bugun biz mana bu type bo'limi, tipografiya bo'limini ko'ramiz biz. T harfda turibdi znaki tilimizni. Oldiga borsanglar o'zi ko'rsatadi nima haqda videosini ham. Klavishlarni yodlab olinglar mana bu yondagi klavishlar. Yo kerak bo'ladi shu. V, T, M nima bajarayotganimiz ham turli bajarib o'tirganda ko'pincha. Shuna bosaman o'tib ketadi. Bu yoqqa bosaman o'tib ketadi klavishlar. Ishinglar tezroq bo'ladi shunda. Tani bosdik mana o'tdi tipografiya. Tepada qarasanglar birinchisi ma'mulaga tegmaydi mana T harfiga,
yondagi narsalarga eng asosiy foydalanadigan narsa tepadagi narsalar yoki proporsiyadan foydalansak bo'ladi. Ha? Ya tepadagi ham shart emas. Mana bular ikkitasiga tegmasanglar bo'ldi. Bu yoq hammada o'zgaradi. Hammada har xil bo'ladi. Masalan, ekranga bosdik. Ekranga bosganimizda mana shunaqa shrift chiqadi. Sonra o'chirib qo'ydik. Bosdik, bizada mana bunda endi o'sha shriftimizni bizda har xil turlari bor bizada. O'zingiz xohlagan shriftlarni tanlab olsak bo'ladi. Shu yerdan yoki mana bundan properties bo'limidan mana buni shriftni 2 marta bossanglar, 2 marta bossanglar, mana qoraygan paytdan keyin mana properties bo'limi ishlaydi. Atak buni oddiy bir marta bossanglar, masalan, bir marta bossanglar, properties bo'limi o'tsanglar, ishlamay qolishi mumkin. Ishlamay qolishi mumkin ba'zida. Masalan, hozir ustiga ushladinglar bo'ldi. Bu bossanglar ham o'zgarmay qoladi ba'zida. Granat qilishi mumkin. Xo'p, ishlab oldinglar. 2 marta bossanglar qorayadi. Endi bu yoqdan o'zingizlar xohlagan ranglarni belgilab kelsanglar bo'ladi. Yonida fill bor, color. Tepasida o'sha shriftlarni bor. Buni robot shriftini ko'ramiz hozir. Robot deb bossanglar tepaga chiqib keladi. Menimcha Windows boshida hammada bo'lishi kerak robot shrift. Tepasida bilib oldik mana. Birinchisi transform bor. Bizga kerak emas. Biz Ctrl T dan foydalanamiz ko'pincha. Transform bo'limiga olib qo'ysak bo'laveradi. Keyin mana bitta o'sha shriftlarni turi bor. Keyin pastidagi nima? Pastidagi o'sha shriftlarni qancha qalinlikdagi, qancha yonma turganlari, yo'llarini bir marta bossam keyin o'zgaradi. Bold bo'ldi, black bo'ldi, italic bo'ldi mana. Qayrildi. Misol kattaroq ko'rsatsam, light holat qo'ysanglar bo'ladi. Bu shriftni qalinligi, italic holatlar bor. Italic holati degani shu yonmacha qayrilib turgan holati bu, italic. Regular, medium bor, regular bor, zing bor, eng pasti, eng ingichasi. Eng qalini extra black bor, boshqa shriftlarda qo'shilgan. Shriftlarda ham oilalari bor. Masalan, bu shriftni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ta. 12 ta oilasi bor ekan. Atsa bo'ladi. Boshqa shriftlarda bo'ladi, 8 ta bo'ladi. Boshqa shriftlarda yo 4 ta bo'ladi, 2 ta bo'lishi mumkin. Yoki o'zi bo'lishi mumkin bitta. Bu pastidagi shu bilib oldik. Shrift qalinligini qoladi. Mana bunda nima bu? Bu shriftimizni katta kichiktirsak bo'ladi. Yonga sursanglar. Mashdan katta kichikroq qilsak bo'ladi yoki o'zimiz shu har doim foydalanadigan Ctrl T ni bosib o'zimizga foydalansak bo'ladi. Kichkina qolma, mana bu razmerlar o'zgaradi. 1.8 bo'ldi. 67 butun. O'zgaradi. 132, 37. Birinchisi bilib oldik mana ikkita. T kattasi kichkinasi. Bu shriftimizni katta qilsak. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi mana. Bu ikkinchisi nima? Bu ikkinchisi mana bu ikkita shriftimiz orasini belgilaydigan narsa bu. Masalan, yonga sursam, mana shriftni bir-biriga yaqinlashtiradi. Mana pasaytirsa bo'pti. 80 bo'pti. 73 bo'pti. Qancha yaqinlashtirsak, kamaytirsak, shriftimiz ikkita shrift tepasi bir-biriga yaqinlashadi. Qancha ko'paytirsak, uzoqlashadi bir-biridan shrift. Birinchisi ko'rdik, kattaroq kichikaytirish shrifti. Ikkinchisi o'sha ikkita yonma turgan shriftlarni tepasini orasini kichaytirish, kattaroq vazifasi o'tadi. Bu ham orasida masofani ochib beradi. Ko'rinyaptimi? Orasida masofani ochib beradi. Bir-biriga. Yaqinlashtirib tashlaydi, ochib tashlaydi. Keyingisi eng pastidagi bu color, rang bersa bo'ladi. Mana 3 ta nuqta mana bu holatda, sharq holatda shriftimizni tiniq yoki sifatligini ko'rsatib beradi bizga. 2 marta bossak, mana tepada menyular chiqadi bizda. Mana bu sharq holati kimda bo'lsa, o'shani strong holatiga o'tkazib oladi. Strong bo'lgani bu shriftimizni sifatliroq ko'rsatadi. Masalan, o'zgartirib ko'ramiz buni. Sharq qilsa oz-moz yo'llar xiralashib, g'alat-dag'al holatda bo'ladi. Biron bir shrift ishlatganimizda 2 marta bosib tepadan ko'rib olsak bo'ladi.
Shrifimiz qanchalik sifatligini. Strong holatga o'tkazilsa, tiniqroq ko'rsatadi bizga. Buni ko'rdik. Bu shart emas bizga. Tochka yo'q shart emas bizga. Keyingisi paragraf bo'limi qanaqa? Shriflarimizni yoki yonma tomon joylashtirib bersa bo'ladi, yoki o'rtaga yoki o'ng tomonga. Birinchi chap tomonga joylashtirsa bo'ladi. O'rta yoki pastga. Hozir shuni ko'ramiz qaraydi. Ko'proq qilamiz. Mana bir tekstni joylashtiribdi. Birinchisi men yoqib turganim uchun bir tekst joylashtiribdi. Agar uni ikkinchisini bossak, o'rta joylashtiradi. Shriflarimizni bitta o'q tekstligida joylashtiradi ikkinchisi. Uchinchisi shu o'ng tomonga bir tekst joylashtiradi bizga. Mana bu yerda kesishma bo'lganligi sababli nos. Enter bosilganda bu yerda xullas shuda mana bu o'ng tomonga joylashtiradi bunisi. Orasi ochilib qolsa, yon tomonga sursanglar bo'ladi, enterni bosib, probelni bosib. Bularni ishlashi qanaqa? Yon tomondagi. Bu shrifimiz ko'p paytda ishlanadi bu. Ctrl S bosamiz. Enterni bosib, Ctrl V ni bossak, ko'rinyaptimi shrif? Endi bunisini ko'ramiz yon tomondagi. Yon tomonda nima? Bunisi bir tekst joylashtirib beradi, faqat orasida joylar ochilib ketadi. Общий qoplab beradi. Biron bir kitobga dizayn qilayotganimizda, ichida tekstlarni yozayotganimizda mana shuni tekstlasak bo'ladi. Bizda kitob tekstlar ko'p bo'ladi. Hammasini belgilab, o'zimizga moslab, hamda to'g'rilab olsak bo'ladi. Bundan ko'pincha foydalanmaymiz. Eng asosiy foydalanadigan uchtalasi. Yon tomonni to'g'rilasak bo'ladi, o'rtaga yoki o'ng tomonga. Bunisi shu paragraf bo'limi shu to'g'rilashda vazifasi o'taydi. Keyingisi nima bu? Mana ikkita T bo'lim yoqilib qolsa, bu hamma shrifimizni eng katta harfda qilib beradi. Masalan, yoqdim, shriflarimiz hammasi katta harfda bo'lib qoladi. Agar buni o'chirib qo'ysak, hammasi o'z holatda, kichik holatda, mana eng katta harfi o'zining katta harfi turadi, keyin qolganlari kichik harfda yoziladi. Keyingisi o'sha kichik harfda yozib beradi bitta joylar. O'z holatini yo'qotmasdan. Eng asosiy foydalanadiganimiz bunda ham shu tepasi bitta katta T, bitta kichkina T znak turibdi. Mana shu ikkalasidan foydalanamiz. Bularga tegmaganimiz ma'qul. Bular darajali. Bulardan foydalanmaymiz. Keyin pastidagilar bulardan foydalanmaymiz. Bular ham kerak emas. Foydalanadigan narsamiz mana transform. Transformda o'sha kattatir kichaytirishida o'sha keyin mana bitta shriflarni o'zgartirsak bo'ladi. Shriflarning holati, keyin mana bu tepa pasti shriflarning bir-biriga yaqinligi, bu ikkita yonni och harflarni masofasini ko'rsatadi. Mana bitta o'sha shriflarni kattatir kichaytirish, bu ham shu. Pastidagi rang berish. Bu yerdan propertiesdan foydalanmasdan tepadan foydalansa bo'ladi. Bu ham shu. O'zingizga qulay tomon. Men ko'pincha foydalanadigan properties bo'ladi. Ranglardan mana tepadan berib xohlagancha urib olsa bo'ladi. Ranglar. Mana tepada o'sha 3 ta kerakli narsa ham chiqib turadi. Murakkab narsalar kerak emas. O'shaning uchun foydalanmaydi. Foydalanadigan narsani tepada menyuda chiqarib qo'ygan. Hamma. Qaraymiz. Endi men toolni ko'rib chiqamiz. Bizda 4 ta tool bor. Birinchisi shu oddiy yozilgan tool. Ya'ni o'zimiz xohlagancha yozsak bo'ladi bunda. Yonmacha gorizontal holatda yoziladigan shrif bu. Qanday qilib shuni?
Ikkinchisi nima? Ikkinchisi tepadan pastga yozib beradi. Mana, o'zi yozildi, ko'rinishi ham. Xohlagancha yozsak bo'ladi. Tepadan pastga yozib beradi ikkinchisi. O'z znaki bor, yo pastga qaratib qo'ygan. To'rtinchisi ham shu. Faqat bunda o'sha sherifimizni belgilash holatda ham bo'ladi. Eng foydali narsamiz shu birinchi bilan ikkinchini foydalanamiz. Bular belgilanib yon tomon gorizontal o'sha sherifimizni ham belgilab ketadi, ham yozadi. Bular bizga kerak emas bular. Kerakli narsamiz shu birinchi bilan ikkinchi foydalanadiganimiz. Tipografiya bo'limi shu edi. Keyin Photoshopda bu narsa qilsak, biz saqlanib qilishni ko'ramiz hali. Fayl bo'limiga kiramiz. Mana bu save bossanglar saqlanib bo'ladi yoki o'zini yonida qarasanglar klavishi bor. Ctrl S bossanglar saqlanib bo'lib ketadi. Mana Ctrl S bosamiz. Saqlanib bo'lmoqchi bu. Mana bu yerda fayllar bo'limi bor bizda. PSD bo'lim, keyin dokument, PDF yoki TIFF. Biza ko'pincha ishimizni, qilgan ishlarimizda PSD bo'lim, ya'ni Photoshop bo'limida faylni saqlamoqchi bo'lsak, Ctrl S ni bosamiz. Men saqlanib qolgan shundan foydalanaman ko'pincha. PSD bo'lim saqlanib qoladi. Masalan, bosamiz. Tekst yozib qo'yamiz, nomlab. Robot stolga tushadi. Mana. Robot stolga tushdi. Bu PSD holatda saqlashadi. İçiga kirsak, chiqib ketamiz. Ichiga kirsak, o'sha bo'lim ochiladi. PSD bo'lim. Endi buni biz rasm holatda saqlanib qilish uchun fayl bo'limiga kiramiz. Mana bu export bo'limi bor. Export S dan eng ko'pincha men foydalanaman. Export S ni bossanglar, bizda menu chiqadi hozir. Mana chiqdi. Tepada bizda PNG, JPEG yoki GIF holatda saqlanib qilsa bo'ladi. Men foydalanadigan sifatli saqlanib qiladigan PNG dan foydalanaman. Bular tegmaymiz, prosta PNG qilamiz bo'ldi. Hech narsani o'zgartirmaymiz bu yerda. Bo'lmasa razmerlar o'zgarib, sifatini buzib olishimiz mumkin. Exportda bo'lsak, bizda o'sha saqlanib qiladigan joyimiz chiqadi. Mana bu ko'pincha ravoch stol saqlanib qilib, keyin alohida papka qilib qo'yaman. Ravoch stol tanlaymiz, mana saqlanib bosamiz. Mana saqlanib bo'lib tushdi. JPEG holatda. Boyagidek shu mana guruhga tashlashdi. Shuni ustiga olib tashlab yuborsak, o'chirib qo'yib atrofga qo'ysak, sifatli holatda bizga tushgan bo'ladi. Bu JPEG holatda edi. PDF holatini saqlanib qilishda keng darsda ko'ramiz u identika slaydlar qilayotganda. Bizda asosiy foydalanadiganimiz shu JPEG yoki PSD holatlar. Biron bir ishimiz chiqib qoldi, biron bir PSD ish qilamiz Photoshopda. O'shanda Ctrl S ni bosib, biz ishimizni saqlab qo'yamiz. Yoki kompyuterimiz ozgina qotayotgan paytda Ctrl S ni bosib turamiz. Bo'lmasa ishimizni saqlab qilmasak, ot borsa chiqib ketishi mumkin yoki to'k o'chib qolishi mumkin. Orada ozgina 5 minut vaqt o'tib keyin qaytib kirsanglar, ishinglar yo boshida boshlanib qoladi yoki o'zi tugagan bo'ladi. Atmay qo'ygan bo'ladi fayl. Masalan, kompyuter o'chdi deylik. Ishxoslar reski yoqsanglar o'sha joydan boshlanib ketadi Photoshopchiga. Orasida qancha 5 minut o'tdi, уже Photoshop unutvoradi, nima qotganini. Unutvorib, noldan qo'ygan hammasini. Har doim qotganda ishinglarda manipulyatsiyalar ko'ramiz. Katta hajmdagi mana bu pastdagi bizda mana razmerlar ko'rib borda bizda. 2160 ga 2160 height, channels bo'limi, RGB bor bizda. Mana resolution, mana Ctrl N dagi bosganimizda mana bu narsalar chiqarib beradi bizga. O'shani mana yon tomon bossak, document size bor bizda. Document sizeimiz qancha kattalashsa, Photoshopimiz ham shuncha qiynaladi. O'shaning uchun qiynayotgan paytida biz har doim qilgan ishimizni saqlatib boraveramiz. Ctrl S bosib. Bo'lmasa, udat bo'lib ketsa yana qaytadan vaqtimiz ketadi, yana noldan qilishga to'g'ri keladi. Buni shu. Bugun tipografiya shunaqa edi. Общий shakllarni ko'rdik. Men property bo'limini hamma tushundimmi? Mana shu hozir vazifa beraman.
mana shulardan foydalanib o'zingizlar haqida biron bir yozasizlar hozir. Kompyuterda screenshot qilish bilanmi? Screenshot qilishda o'zi programmasi bor yoki Windows Shift S ni bossanglar screenshot bo'lib chiqadi. Ko'pincha foydalanadigan screenshotlardan foydalanamiz. Masalan, biron bir shrift kerak bo'lib qoladi. O'sha screenshot qo'yib, keyin shrift qidiradigan sayt White Fonts deb bossanglar, bularni tashib qo'yaman. Birinchisi chiqadi bizda. Hozir o'sha bitta shriftni ko'raylik-da. Mana qidirib ko'ramiz. Google Fonts. Screenshot qildim. Kiramiz. Mana yonida White Fonts bor. Buni alohida video qilaman. Shriftlar topish, shriftlarni ishlash. Prosta ko'rsatib ketaman. Hozir bizga shriftlar topishlar qilish shart emas. Shriftlarni skash qilishlarni bo'lsa bo'ldi. Image upload bor mana bu yerda. O'sha screenshot qilganimizni yuklaymiz. Ularga chiqadi. Lupan bo'lsa bizga o'sha shrift tepamizga chiqib beradi. O'shanga misol shriftlarni ko'rsataman. Biz qidirmoqchi bo'lgan shriftimiz shunaqa edi. Gimiz qanaqa, L qanaqa, E qanaqa. Shunga qarab qidiramiz. Masalan, men yozmoq o'xshar ekan. Arial Greek Blue. Shu yerda nomini bilib olamiz. Ctrl S deb bosamiz yoki Yandexni izlash bossangiz, o'sha shrift topsangiz bo'ladi. Birinchi saytga kiramiz, Luboy, o'sha nom bo'lsa bo'ldi. Mana download fonts bor. O'ynaga download qilib olasizlar. Zip holatda skash qiladi bizga. Mana zip holatda skash bo'ldi. Keyin buni zipdan chiqarib olib, uстановка qilamiz. Fayl kiramiz. Fayl kirsa, mishkan 10 tomon bossak, bizda uстановка bor. Menda yo'q ekan, uстановка bo'lib ketdi hozir. O'sha shrift. Shunaqa topsak, uстановка qilsak bo'ladi. Uстановка qilish shunaqa. Keyingi o'sha vazifamiz bizda olamiz. Biz Photoshop oldiga borsak ham chiqib ketadi bizga. Masalan, misol uchun buni yozgandik o'sha payt. O'zingizlar haqida yozasizlar hamda. Tini bosasizlar ham chiqadi bizga. Isminglar yozasizlar. Masalan, yozdim o'zim ismimda. Endi buni biz ingichka ekan, 2 marta bosamiz, qorayadi. Mana bu yerdan xohlagan o'zimizning shriftlar bosamiz. Shrift tanladim, bittani. Ushlaymiz shundoq. Mana buni muftuliga o'tib, Ctrl T ni bossak, altni bosib kattalashtirsanglar bo'ladi, shakl o'zgartirmasdan. Kattalashtirib oldik, joyiga qo'yib oldik hammaga. Keyin pastga graphic design yozgan. Altni bosib, biza kopiya qilsak bo'ladi buni. Mana shakllarni kopiya oldik biz. Bunda biron bir o'zimizning tekstlarni ham kopiya olib ketsak bo'ladi. Alt bizda любой narsani kopiya oladi. Ctrl T ni bosib biza kichaytirib olsak bo'ladi. Keyin tepada yana e'tibor bersanglar, Ctrl T ni bosaman, kichaytiraman, keyin tepadagi ftichkani bosib qo'yaman. Shakl o'zgarib ketmasa bo'ldi. Mana oldidagi o'sha kichaytiradiganimiz liniyamiz yo'qoladi. 2 marta bossak, keyin hamdan o'zimizga yana shriftlarni o'zgartirsak bo'ladi, pastda yana holatlarni o'zgartirsak bo'ladi, ranglarni o'zgartirsak bo'ladi. 2 marta bosib hamdan. Boshqa qizil qilishimiz mumkin. Qizil o'zgartirish mumkin. Keyin mana ikkita yonidan birlashtirish uchun ushlaymiz bitta. Buni ushladik, pastdagini ham ushladik. Hozir 2 xil o'tiribdi. Buni sal yonroq, bunisi o'ngroq o'tiribdi. O'shani to'g'rilab olishimiz uchun ikkitasini belgilab oldik. Mana tepadagi bo'lmaga qaraylik endi. Bu ikkita tomonga bir xil qiviradi. O'tolib, o'tib qoldi. Belgiladik. Ikkita. Endi ishladi. Mana ushladik buni. Buni ham ushladik. Ikkitasi belgilandi. Endi yon tomon belgilasak bo'ladi yoki o'rtaga belgilab olsak bo'ladi.
yoki bitta o'q bo'ylab. Hozir mana buni ustiga chiqarib beradi. Bir-biriga bitta simetr o'q qilib joylashtirib beradi. Mana bu o'ng tomon joylashtirib beradi. Hozir o'shani ko'ramiz. Ikkitasi belgiladik, bunisi o'ng tomon joylashtirib beradi. Bunisi ikkalasini tepaga joylashtirib beradi. Endi qaraymiz. Buni kisaytiramiz. Buni o'chirib turamiz. Yoniga oldik buni. Buni ham oldik. Hammasi bir chiziq bo'lish uchun sal kisaytiraylik. Hammasi bir chiziq bo'lish uchun belgilaymiz. Shiftni bosib belgilayman hammasini. Yoki mana bu to'g'ri belgilay olsak bo'ladi. Shiftni bossak, pastni bossak belgilanamiz. Hammasi bir chiziq bo'lish uchun mana bossak bizda hammasi bir tekis belgilab beradi. Keyin qaranglar, orasidagi masofa bunisi sal kichkinaroq, bunisi sal kattaroq. Hammasini bir xil orasi masofani qilish uchun mana buni bossanglar hammasi bir xil qilib boradi. Tez-tez shunda orasi masofani ishlab ketsa bo'ladi. Hozir yana buzamiz. Buzdik. Belgilab oldik hammasini. Bir tekis qilish uchun hammasini bir tekis qilib beraman yon tomondan. Keyin orasini bir xil qilish uchun orasini bir xil qilish uchun mana bossak bir xil qilib beradi. Bu uzunasiga vertikal holatdagi shriftlarni orasini bir xil qilish, tekis qilish edi. Masalan, buzilib ketdi bu. Ya'ni yon tomoni buzildi. Shuni bir tomonga to'g'rilaymiz, ki orasida masofani bir xil qilamiz. Hammasi orasi masofasi bir xil bo'ldi. Bu o'ng tomon, bu chap tomonga, bunisi mana bunisi hozir. Bunisi vertikal tomondan o'qini bir xil qilib beradi. Hammasini belgiladi, mana. Bir xil belgilab berdi. Bir xil joylashtirib berdi. Bunisi shu yon tomonga joylashtirib beradi. Orasida masofa bu, o'rtasida znak turibdi, bu orasida masofani bir xil qilib beradi. Bunisi hammasi tepaga joylashtirib beradi. Bitta shrift bo'lsa, hozir bitta qilib oldik buni. Bitta qilgan yo'q, hammasi bitta turibdi. Hozir artboardda ko'ramiz o'shasini. Tepaga joylashtirishdi. Ushladik. Keyin buni ham ushlasak, Ctrl bosdim, buni bosdim. Endi artboardga nisbatan qilib beradi bizga. Endi biz to'g'rilashda artboardga nisbatan bo'ladi. Artboard nima? Mana bu qilgan orqa ishimizda, dizaynimizda, backgroundimizga nisbatan qilib beradi. Biroq shriftni mana Ctrl G qilib ko'zini o'chirib turamiz. Foydalanamiz hozir. Mana shriftimizni endi biz tepaga, o'rtaga, yonga nisbatan harakatlantirsak bo'ladi. Buni ushlab turib, artboardda ushlab ikkalasini belgilasa ham bo'ladi. Yoki unaqa qilmasdan bittasini ushladik, Ctrl A ni bossanglar, biz общий mana artboardda belgilab oldi o'shasini. Mana tul bilan почти. Ctrl A ni bosaman, mana belgilab. Ushladim shaklda. Mana ko'tarib turib olaylik, ko'rinish uchun. Ushladim, Ctrl A ni bosdim, biz artboardni belgiladi. Общий. Endi bundan biz shakllarni to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana o'rta qo'ysak, o'sha artboardga nisbatan o'rtada qilib beradi. Mana. Buni bosaman, eng o'rtasi turibdi. Buni bosdim. Yon tomonda o'rtaga tekislab beradi. Bunisi gorizontal holatda tek o'rtaga tekislab beradi. Buni bossam eng pastga tekislab beryapti. Buni bossam yon tomonga tekislab beraman birinchisini. Birinchisi bosdim yon tomonga. Buni bossam o'ng tomonga. Bunisi va bu tomonga tekislab beradi. O'zi qarasanglar. Buni foydalanib ko'rish kerak. Bunisi o'q nisbatan. Mana shu klass yodlab olinglar. Mana bunaqa belgilam holat turibdi. Ctrl D ni bossam yo'qoladi. Belgilangan holat. Ctrl A artboardni belgilab beradi. Ctrl D o'sha belgilanganni yo'qotadi. Bu shrift shunaqa edi. Buni Ctrl Shift ga buzaveramiz. Alt bilan ko'pa oldim. Bu 3 ta shriftlar boshqarish shunaqa. Yonga ushlaymiz. Orasida masofani bir xil qilamiz. Hammasini belgilab turib, mana bu yerda ishlasak bo'ladi. Bo'lmasa bittasini ushlasak, mana tepada ishlamaydi. Chunki bu jamoaviy ishlanadigan narsa bu. Tepadagi menu chiqqan. Hammasini belgilaganimizdan keyin chiqadi bunisi. Mana yozdik masalan. Pastiga ham yozamiz. Kichraytirdik.
Graphic decision. Yon tomon sursak, kichiraytirib qo'ysak bo'ladi. Va oldiga borsanglar o'zi biladi. Qizil chiziq chiqadi. Qizil chiziq chiqsa, tekstlandi degan mana anglatsa bo'ladi. Buni ham kichiraytirib oversel ishlaydi shuni. Keyin mamisi orqadagi shaklda, mamta shakllar bilan ishlasangiz bo'ladi. Aynan buni qilish shart emas. O'zingizlar haqida shuni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, buni o'chirib turamiz. Yozdinglar mana. O'zingizlar haqida yozasizlar. Qayerda tug'ilgansizlar, yozmoqchi bo'lsanglar, yoki nimaga qiziqasizlar, hobbilar nima, qaysi dasturlar bilasizlar. Hozircha любой narsa yozaveringlar. Tipografiyani ishlatishda. Buni yozdirish shunaqa. Ikkita shriftlar orasida qanaqa masofa turibdi, qanday nuqtalar qo'yilyapti, qanday shakllar bilan ishlanayapti, tekstlaganimizda qanaqa bo'lyapti. Ikkita shaklimizni. Rezyume qilishda mana shaklni oldik. Bu rasm uchun qo'yib oldik. İçiga dumaloq shakl chizamiz. Buni rangini ushlaymiz mana, ushlab oldik, strogni yo'q qilamiz. Shaklni ustiga 2 marta bosganimizda bizga pipetga chiqadi. Buni rangni olsak bo'ladi. Keyin buni qulflab qo'ysak bo'ladi. Qulflab qo'ydik. Keyin dumaloq shaklda olamiz. Masalan, shunaqa bo'ladi. Buni olib borsak bo'ladi. Ikkita shakldan o'rtasiga olib borish uchun ikkita shaklni ushlaymiz, belgilaymiz. Mana bundan belgilab olsak bo'ladi. O'rtaga bordi. Yon tomon turgandi bu. O'sha o'qiga o'ng tomonga bordi. Eng o'rtasiga tursin desak, mana o'rtaga bosamiz. Bu bo'yna shriftni ko'rdik-ku. Shriftda ko'rganimizdek har xil turibdi bu. Ikkalasini belgilaymiz. Bu tepadagi menyu mana bu bittasida o'xshamaydi bu ham. Ikkalasini belgilaganimiz o'xshaydi. Hozir bu o'xshagani bu artboardga nisbatan to'g'rilaveradi hozir. Ikkita shaklni belgilaymiz, keyin hammasini o'ziga nisbatan to'g'rilab olsak bo'ladi. O'rtasiga yoki pastga, tepaga ushlab oldik va yon tomonni to'g'riladik. Artboard uxlab qo'yamiz. Buni ham stroq holatini o'chirib qo'yamiz. Mana bu yerda o'zi chizgan narsamizni kiramiz, tepasi menyu bor. Yo'qotsak bo'ladi. Buni artboardni o'chirib olish yondan tomondan. Keyin tagiga yozilgan fotos deb biz ham yozamiz shuni. Buni rangini oq qilib qo'yamiz mana. Tini bosamiz. Mana bu tashqari tomonga urishimiz kerak. Agar ichkari tomonga ursak, ham bu shaklni o'ziga belgilab qo'yishi mumkin. Shuncha har doim tini bosganimizda tashqari yo'q narsaga bosish kerak bizga. Delete bosib uzatib qo'yma. Tini bosdim. Mana fotosda yozaman. Keyin mana bu holatda bo'lganda, keyin reskga muftulga o'tib olishimiz kerak. Agar yana bir marta bosib olsak, o'zi yana shrift ochilib ketadi. Ctrl Z qilib o'tiramiz keyin. Muftulga o'tib olib, keyin buni o'zimizga kattalashtirsak bo'ladi. Ushlaydi, mana qo'yib oldik. Buni ham rangini 2 marta bosamiz ustiga, keyin mana bu belgilab rangini o'zgartirsak bo'ladi. Ctrl T ni bosib yana kichaytiramiz. Keyin bu ikkalasi bir xil simmetriyada bo'lish uchun ushlaymiz bitta. Keyin yozgan tekstimizni ham ushlaymiz. Keyin mana bundan bir-biriga to'g'rilab olamiz. O'zgarmasa to'g'ri turgan bo'ladi. Mana bu shakllarimiz shunday chizilgan bo'ladi. Mana bu tini bosib o'tirmaymizda, bundan buni kopiya olib, rangini shuni o'zgartirib olamiz. Keyin Ctrl T kattalashtirib olamiz. Misol ham yozilgan. Shuni o'ziga olib ketamiz bo'pti.
kapsulaga olsak, o'zingizlar bilasizlar, bortda ham ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, kapsula katta qiladi. Katta harf. Birgalikda bajarib ketamiz yoki ko'rib chiqasizlarmi? Tushunasizlarmi chiqib? Zerikmasizlarmi? Uxlab. To'g'ri, mana uskunalar tushunayotganda hozir zerikali bo'lishi mumkin. 5-6 darsdan keyin o'sha amaliyot bajarasizlar-ku. O'shanda qiziq bo'ladi. Manipulyatsiyalar bajaramiz. Boshida shu uskunalar bajarishsa zerikib olinglar. Mana ochib oldik bunisini. Endi ko'ramiz buni shrift. Mana Joxinda yozdim. Henderson yozildi. Keyin qaranglar, orasi bir-biriga yaqinlashib ketadi, birlashib ketadi. O'sha paytdan properties bo'limiga kiramiz. Mana bo'limni avto qilib qo'ysa, orasi o'zining holatiga qaytadi. Yana ozgina ochilib ketgan bo'lsa, o'ziga yaqinlashtirib qo'yamiz. Iloji boricha mana qorasida oq chiziq bor, o'rtasidagi. O'shasi ko'rinmasligi kerak. Mana shunday holatda normal holat bo'ladi. Keyin qarasanglar, uniki mana bu tomonda emas, kesishganda. Buni bossanglar, mana bu o'ng tomonga tekislasanglar, o'sha holatga o'tadi. Mana o'sha holatga o'tdi. U mana bu holatda turganligi sababli hozir Ctrl Z ni qiling. Ya'ni chap tomonga tekislab beryapti. Bu o'ng tomonga tekislagan ekan. Shuning uchun biz o'ng tomonga tekislaymiz. Yo'q, kesgan yo'q. Yumaloq chizdim, to'rtburchak. Yumaloq oldimdan uni chizib qo'ydim. Oq yumaloq. Tagiga shriftni yozdim. Keyin mana bu shriftni keyin chap tomon, o'ng tomonga tekislab olamiz. Yani tekislamiz. Sal Ctrl T ni bosib, sal kichraytiramiz. Ctrl T ni bosdik. Bunda alt kopya olib, mana qo'ysa ham bo'ladi. Yana kopya olamiz bundan. Ctrl T ni bosib, kichraytirib, ozgina. Mana to'g'rilab, 2 marta mana shaklni ustiga 2 marta bossanglar, type bo'limi chiqadi. 2 marta bossanglar, mana ustiga oladi. Yana ozgina kopya olamiz. Ctrl T ni bosamiz, kichraytirib olamiz buni ham. Ishladi, yana qo'yib oldik. Shakl ustiga 2 marta bosamiz, yana chiqadi. Mana oldi. Mana bu past shaklimiz hosil bo'ldi. Birga bir qilish uchun ustimga qo'yib qilsa bo'ladi. Keyin yana buni joylab oldik o'tga. Pastga yana alt bilan kopya oldim. Alt bilan qilsanglar o'ziga yaxshi. Men grafik decision deb yozdim. Ctrl T qilib kichraytirib olaman. Stechkani bosdim. O'tga qo'ydim. Bu qarasanglar ingichka ekan. 2 marta bosamiz ustiga, properties bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda o'sha bo'lim bor edi. Bu shriftning bitta bo'lim oiladan bo'lganligi uchun zing holati yo'q buni. Ya'ni ingichka holati yo'q buni. Bosamiz va boshqa shriftga o'tkazib ko'ramiz. Masalan, zona shriftim bor, uni oilalari ko'p. Pashti 16 ta oilasi bor buni. Oilasi bor deganda o'sha holatlarning ko'rinishida bu. Ingichka holatga o'tkazib oldim, light holatiga bosdim. Hamma ko'rinyaptimi? Normalmi? Mana qo'yib oldim. Rangi ham jigarrang sifat ekan. 2 marta ustiga bosdim, mana tepada color joyi bor. Ustiga bosdim, rangi jigarrang olib olamiz. Keyin o'qni bosamiz, chiqib ketdik. Bo'ldi. Keyin yondagi mana bu seriya sifat shriftni fondi qo'yib oldik. Yoniga sal yaqinlashtiramiz, Ctrl T ni bosamiz, Shift bilan tortib to'g'rilab olsak bo'ladi. Keyin rangini 2 marta bosdik, mana ustiga olsak rangini oladi. Keyin bu alt bilan kopya olamiz, bu yerni ham rangini o'zgartiramiz. Mana o'zgartirib oldik, stechkani bosdim. Buni kontakt deb yozamiz. Bizda hozir mana bu emojilar bizga kerak emas, mana iconlar. Hozir foydalanadigan narsalarimiz mana bu yondagi stikerlar qilsa bo'ladi. Ya'ni iconning o'rniga mana dumaloq qilib ketinglar. Mana foydalanib dumaloqni o'zini olasizlar, pastiga ham kopya olasizlar, buni ham kopya olasizlar, yana kopya oldinglar. Orasida qarasak masofalar har xil. Layerga o'tamiz, belgilaymiz, 3-4 talasini ham bitta o'qda belgilaymiz. Orasi masofasi to'g'rilash uchun belgilab olamiz. Hammasi ushladik, Ctrl G ni bosib, kurpa qilib qo'yamiz.
Mana shuni dumaloq ketinglar, aykonlar topish qiyin narsa deb ko'ramiz uni. Aykonlar qatdan topiladi, unaqa qilinadi. Hozir bizda o'rgatiladigan, ya'ni qilinadigan narsamiz mana tekstlar yozish. Tekstlar qanaqa tez yozamiz, qanday ko'p yozamiz, shakllarni qanaqa o'zgartiramiz, qaysi shriftlardan foydalanamiz. Ko'p yopib tashlaymiz bu yoqda. Misol uchun bo'lsa, keyin language pastga olamiz buni ham. Keyin mana e'tibor bersanglar, mana bu shrift bilan mana mesela bir xil bo'lish uchun mana bu yonda lineyka bor. Mana tortyapman qaranglar. Hamma tortib ko'rsin yonda lineykani. Lineykani tortsanglar yondan oladi bu. Bu vertikal holatda bu. Lineykani oladi. Faqat tepadan olsanglar gorizontal holatda oladi. Hech kimda agar tepada chiqmasa, Ctrl R da bossanglar, bu o'sha lineyka yo'qolib qirg'izcha bo'ladi. Ctrl R da bosib ko'ringlar. Ctrl R da bosamiz, o'sha lineyka yo'qoladi, yana paydo bo'ladi. Keyin buni o'zgartirib olsak bo'ladi buni. Lineyka bilan to'g'rilab, mana shakllarga foydalansak bo'ladi. Ctrl T bilan kichiraytiraman. Mana bularni o'sha turlicha shaklda ranglar berib foydalansak bo'ladi bunisi. Buni aykonlarni topish shart emas, o'sha dumaloq qilib ketaveringlar. Aykonlarni ham ko'ramiz buni alohida. Yoziladigan joy shunisi. Keyin mana bu tomon. Bu tomonda mana bu liniyasi qanaqa? Prosta liniya chizgan. Ushlagan, chizgan. Shift bilan bossanglar bir tekstni chizadi. Ya'ni mana qish holatda chizilmaydi. Shiftdan bossanglar bir xil liniya chizib beradi. Mana chizildi. Faqat liniyaga biza fil holatini o'chirib, stroke holatini qora qilib ko'ramiz, masalan, yo mana bunaqa jigarrang olib ko'ramiz. Jigarrang oldik va stroke'ni bir 5 beramiz. Pastda o'sha stroke hosil bo'ladi. O'zimizga to'g'rilab olamiz. Keyin yonidagi dumaloqlarni qo'yib olsak bo'ladi. Ustiga chiqarib olish kerak. Ctrl bosib olsak, Ctrl mana bu qavslarni bossak, o'tgan darsda layerlar ustiga chiqazadi. Hozir o'rgatilgan narsa mana bu lineyka. Keyin oldiga o'sha tekstlarni foydalanib qo'yib ketasizlar. Mana. Yoni qo'yib oldinglar, mana profil yozildi. Ruschada yozilib ketdi. Pastda chiziq bo'ladi. Yoniga mana shuni chizsanglar bo'ladi. Qo'yib olib, keyin tekstlarni joylab, mana Lorem impulslarda mana T ni bossanglar o'zi, uni tortsanglar o'zi ichida hosil qilib bizga tekst. O'zini qo'yib ketsanglar bo'ladi. Faqat buni tekstroq qo'yinglar. 2 marta bossanglar, mana o'ng tomon bossanglar bir xil tekstni qo'yib beradi. Mana. Bu misol uchun. Yo o'zi Windows Photoshop o'zida bo'ladi. Bosdingiz, unda tortsangiz o'zi ichida misol uchun tekst chiqarib beradi. Yoki boshqalardan kopirovat qilib tashlashlar ham bo'laveradi. 2 marta bosasizlar, to'g'rilab olasizlar bu tomonga. Orasida masofalarni avto qilib qo'yamiz. Chiroyli holatda joylashtirasizlar shuni. Education yoki o'zbekcha yozaveringlar. Masalan, profil deganda o'zingizlar haqida yozib ketinglar. Qayerda o'qiganlar, experience, tajribalar, hobbilar, skilllar, illustration, Illustrator, Photoshop yozib ketaveringlar. Ism familiya yozilamamizki. Rasm bo'lsa yoki bo'lmasa oq qo'yaveringlar. Fotos, kontaktlarni yozinglarmizki. Vazifa ham shuni qilib kelish kerak. Hozir boshlayveringlar.
Bu yerda qiynalsanglar bajaramiz.